Dunyodagi eng qimmat to'y Hindistonda bo'lgan. Top 3talikka kiradigan eng boy odam ham Hindistonda. Antilla degan 2 milliard dollarlik uy ham Hindistonda. Bu uy nimasi 2 milliard dollar deysizmi? Uy 27 qavatdan iborat, 600 ta ishchi ishlaydi. Uyda 3 ta vertolyot qo'nadigan plashadka bor va 24 ga 7 shunaqa xonasi bor. U yoqda постоянный qor yog'ib turadi, sun'iy qor. 50 kishilik kinoteatri ham bor, 5 qavatlik parkovkasi bor, 168 ta mashina sig'adi. Bundan tashqari mehmonxonalari ham bor. Bu mehmonxonaga mana sizdek insonlar emas, anintda eng nozik mehmonlari yashay oladi. Uyning ichkaridagi hajmi 37 ming kvadrat. Agar shunaqa joylarni siz ham o'z ko'zingiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, safaringizda qaynoq tur hamrohingiz bo'ladi. Qizig'i, mana shunaqa uy va patsida xarobalar. Men sizlarga va'da qilganmidim. Boy hindlarning hayotini ko'rsataman deb. Marhamat. Roskos. Odamlarning ko'rinishi ham boshqacha. Hid degan narsa yo'q. Mumbayda havo juda ham toza. Buni qaranglar. Taj Mahal mehmonxonasi. Shok. Ko'rib turgan joyinglar Mumbaydagi kir yuvish mashinasi deb ataladi. Mana shu yerda 700 ta oila yashaydi. Hammalari faqat shunaqa kir yuvib yurishadi. Gap ochig'i shunaqa hozir yomon bo'layapman bilan ko'p shunaqa rahim kelyapti, ichkariga kirib kontent olgim kelyapti. Lekin buni qaranglar, mana bolachalari bilan turishini. Shunaqa rahim kelyapti gap ochig'i. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, qiziq deb yozinglar. Like ayamanglar, sizlar uchun kiraman, gap yo'q. Hindistondagi afg'onlar mahallasida mana shunaqa do'konga ko'zim tushib qoldi. Qaranglar. Ichkarida nimalar bor? Mana akamiz fors tilida gapiradilar. Akam, shuncha xayr. O'zbek tilini ham bilar ekanlar. Ruscha ham bilar ekanlar. Buni qaranglar, O'zbekiston mahsulotlari. Qoyilmisizlar? Hindistonda O'zbekiston mahsulotlari bor. Kolbasalar, xohlaganinglar bor. Xullas bemalol kelib, Nestle ekan. Xarid qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonda yana qanaqa mahsulotlari bor sizda? Mana qaranglar. Mana hozir toza keldi deyaptilar. Qoyil, dashuraklargacha bor ekan lekin. Kutmagandim. Afg'onistonda bunaqa, Hindistonda bunaqa afg'on akalarimizni do'konlari bor deb qoyil. Video yoqqan bo'lsa sizlardan bitta like. Delidagi masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning soch tolalari bor desam ishonasizmi? Ortimdagi masjid 1650-yillar Toj Mahalni barpo etgan hukmdor Shohjahonning buyurtmasi bilan barpo etilgan va bu masjid Boburiylar imperiyasining asosiy juma namozini o'qiydigan masjid deb hisoblanadi. Masjidning hovlisida 25 mingtagacha odam jamoat bo'lib namoz o'qiy oladi va hozirgi kungacha masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning soch tolalari, sandallari va qadimiy qo'lyozmalar saqlanib keladi. Agar video sizga foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta podpiska tugmasini bosib qo'ying va bundan sizdan hech narsa ketmaydi. Biz esa xursand bo'lamiz va keyingi videolarimizni ham kuzatib borasiz. Hindistonda musulmonlarning ko'chasiga keldik. Before mutton, chicken. Voy. Mol go'shti ekanman bu hammasi. Bu chicken. 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 Bu jigar menimcha. Jigar menimcha. Buni qaranglar. Shashliklar qilib pishirishyapti. Bundan tashqari oshlar ham bor ekan. How much? 100 ekan. Bizani pulga 105. 550. 150 bir donasi. 150. Hay, o'shada ham 20 ming so'm bo'ladi. Buni qaranglar. Narxlar juda arzon. Xullas, videolar yoqayotgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Dalshi ko'rsatishga ketdik.